Assalomu alaykum azizlarim. Bugun men juda og'riqli bir mavzu haqida gapirmoqchiman. Biz faxrlanadigan qadimiy shaharlarimiz bor. Bular Samarqand, Buxoro, Xiva, G'ijduvon kabi. Bu shaharlar faqat bizniki emas. Bu butun dunyo tan olgan tarix, madaniyat va sivilizatsiya markazlaridir. Minglab sayyohlar shu joylarni ko'rish uchun uzoq davlatlardan kelishadi. Lekin afsuski, ko'chalardagi ahvol, obodonlashtirish ishlari va tozalik madaniyati ko'p joylarda juda achinarli holatda. Ko'plab joylarda chimlar payhon bo'lib yotibdi yoki umuman ekilmagan. Daraxtlar va gulzorlar qarovsiz, binolar atrofi tartibsiz, axlat qutilar juda kam, borlari esa to'lib ketgan. Ayrim odamlar esa chiqindini istagan joyga tashlaydi. Eng achinarlisi, bu oddiy holdek qabul qilinayotgani. Nahotki biz qadimiy shaharlarimizni shu ahvolda qoldirsak? Nahotki tarixiy maskanlarga e'tibor faqat bayram yoki delegatsiya kelgandagina bo'lsa? Ayniqsa Imom Buxoriy majmuasi atrofidagi ayrim joylarga chiqindilar ko'payib ketgani juda ham achinarlidir. Bu joy oddiy maskan emas. Bu butun musulmon olami hurmat qiladigan ulug' zot nomi bilan bog'liq muqaddas qadamjodir. U yerga kirgan odam poklik, ozodalik va hurmatni his qilishi kerak. Tozalik faqat obodonlashtirish boshqarmasining ishi emas, har bir fuqaroning madaniyatidir. Ko'chaga axlat tashlamaslik ham vatanparvarlik. Daraxtni sindirmaslik ham madaniyat. Chim ustida mashina haydamaslik ham yoki uni payhon qilib yanchib tashlamaslik ham tarbiyadir. Mutasaddilar ham bu masalaga jiddiy qarash kerak. Axlat qutilarini ko'paytirish, muntazam tozalash, ko'kalamzorlashtirishni kuchaytirish, jamoat nazoratini yo'lga qo'yish zarur. Biz qadimiy shaharlarimiz bilan faxrlanamiz. Lekin faxr faqat tarix bilan emas-da, bugungi ko'rinish bilan ham bo'lishi kerak. Agar biz o'zimiz e'tibor bermasak, sayyohlar ham biz haqimizda qanday taassurotlar bilan qaytadi? Keling, shaharlarimizni so'z bilan emas, amallarimiz bilan go'zal va obod qilaylik.